Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana sizlarga navbatdagi mehmonimiz Qo'qon shahriga keldik. Tojikistonda turib, akamiz buyurtma qiluvdi. Xudo xolasa mana ro'zani 5-kunimi bugun, 4mi, 5mi, xudo xolasa olib kelib o'rnatdik. Aka mana xudo xolasa uyingizga olib keldik. Inshaalloh bitta ko'rib o'zizam baho berib, hali o'zlari safarda ekan. O'g'illari kutib oldi. Olib kelib joyladik. Mana 430 ga 230, xudo xolasa 100% sasnada 5 yil garantiyasi bilan inshaalloh yetkazib olib keldik. Aka o'ziga ham tashlab qo'yaman. Bitta o'zi ko'rib baho berib, mana o'g'lingiz qabul qilib oldi. O'sha aytganimizda 6 oylik stoli, 4 ta tumbasi mana 6 ta yostig'i kampiri aka. Xudo xolasa kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana xudo xolasa chiroyli qilib bera olamiz. Assalomu alaykum, mana YouTube obunachilar, mana sizlarga navbatdagi uголокimizni video obzorini boshladik. Namangan 3 tumaniga zakaz buyurtma bo'ldi. Olib kelib, mana xudo xolasa xonadoniga o'rnatib, chiroyli qilib joylab ketyapmiz. Razmeriga keladigan bo'lsak, 430 ga 230, 4 tadan katta pufiga, 6 ta yostig'i, 275 ga 90 6 oylik stoli bor. Xo'p, bu kampligimiz mana egalarining uyiga olib keldik. Orqada bunaqa joy bor ekan, shunga jicha zazor tashab qo'ydik. Shuning uchun bitta yarashimini ko'rasizlar o'zingizlar. Xudo xolasa baho berib qo'yasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak, 5,5 million vodiy bo'lib dastavkasi ichida mana komplekt, xudo xolasa chiroq qilib yetkazib beramiz. Dastavkalarimiz bepul. Ichiga keladigan bo'lsak, 100% sasna yog'ochda bo'lgan, rossiyskiy pampers prujina, mo'yshi material, koja emas. Artib tozalab ishlatsanglar bo'laveradi. Mana hozir ham artib tozalab berdik, chunki qora narsa baribir tezda changagani bilinadi. MDFli xonlarni ham artib tozalab, chiroyli qilib xudo xolasa mana o'rnatib berdik. O'zingizlar bir baho berasizlar. Fikringizni kommentariyada kutaman. Xudo xolasa murojaat qilsanglar, chiroyli qilib mana shunaqa zakat 100 ming so'm zakat evaziga mana uyga olib kelib o'rnatib, qolgan to'lovini mana mana shu yerda o'zi ko'rib turib, o'zi guvohi bo'lib turib, keyin to'lovini qilaveradi. Shunaqa qilib kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh chiroyli qilib qo'yib beramiz. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan doimgidek Nodirbekman. Qo'llab-quvvatlayotganinglar uchun Alloh rozi bo'lsin sizlardan.